Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan oila psixologiyasi fanidan zamonaviy oilaning o'ziga xosligi, turlari va vazifalari mavzusi bo'yicha fikrlashamiz. Ushbu mavzumiz zamonaviy oila turlari hamda oilaning vazifalari va ularning o'zaro bog'liqligi rejalari asosida yoritiladi. Oila turlari klassifikatsiyasiga ko'ra hozirgi zamon oilasi monogam oilalardan iborat hisoblanadi. Oilaning quyidagicha turlari mavjud, ya'ni to'liqligiga ko'ra, bo'g'inlar soniga ko'ra, bolalar soniga ko'ra, er-xotinning ijtimoiy kelib chiqishiga ko'ra, er-xotinning ma'lumot saviyasiga ko'ra, oilaning yoshiga ko'ra, regional jihatlariga ko'ra hamda qayliqlarning ota-ona oilasining moddiy ta'minlanganlik darajasiga ko'ra, nikohdan qoniqqanlik saviyasiga ko'ra, oilada ayol yoki erkak yetakchiligiga ko'ra, oilada er-xotin orasidagi munosabatlarga ko'ra, er-xotinlarning millatiga ko'ra, yuridik rasmiylashtirilganiga ko'ra oila turlari mavjud. Hozirgi zamon oilasining turlari ijtimoiy kelib chiqishiga ko'ra oila turlarini oladigan bo'lsak, bunda asosan dehqonlar oilasi, xizmatchilar oilasi, ishchilar oilasi, ziyolilar oilasi hamda aralash tipdagi oilalarni kiritishimiz mumkin. Oilaning to'liqligiga ko'ra to'liq oila, noto'liq oila, qayta tuzilgan oilalar kiradi. Oilaning bo'g'inlar soniga ko'ra turlariga esa nuklear oila, ya'ni bunda ota-ona va bolalardan iborat oilalar. Ko'p bo'g'inli oila, ya'ni bunda 2 yoki undan ortiq avloddan iborat bo'lgan oilalarni kiritishimiz mumkin. Oilaning yoshiga ko'ra turiga esa yosh oila, o'rta yoshdagi oila, yetuk yoshdagi oilalarni kiritamiz. Qayliqlarning ota-onasi oilasining moddiy ta'minlanganlik darajasiga ko'ra, oila turlariga esa qudalarning bir-biriga mos ekanligi, bir-biriga mos va mos bo'lmagan oilalarni kiritishimiz mumkin. Regional jihatlariga ko'ra esa shaharda yashovchi, qishloqda yashovchi aralash tipdagi oilalar kiradi. Nikohdan qoniqqanlik saviyasiga ko'ra esa ajralish saviyasida nikohdan qoniqqanlik darajasi quyi saviyada bo'lgan oila, nikohdan qoniqqanlik darajasi yuqori saviyada bo'lgan oila hamda o'rta saviyada bo'lgan oilalarni kiritishimiz mumkin. Shu bilan bir vaqtda oilaning vazifalari ham mavjud. Oilaning vazifalari quyidagilarni sanab o'tishimiz mumkin. Ya'ni iqtisodiy vazifasi, reproduktiv vazifasi, tarbiyaviy vazifasi, rekreativ vazifasi, kommunikativ vazifasi, regulyativ vazifasi, shu bilan birga felisitologik vazifalarni sanab o'tsak bo'ladi. Oilaning iqtisodiy vazifasi, ya'ni oila iqtisodi, budjeti, daromadini rejali sarflash, kundalik xarajatga, zarur buyumlarga pul ajratish, bir necha yildan so'ng olinadigan narsalarga mablag' yig'ish, tejab ro'zg'or yuritishni kiritamiz. Oilaning reproduktiv vazifalariga esa insoniyat paydo bo'lgan davrdan boshlab yashab kelayotgan ilmiy va madaniy yutuqlari bilan tanishtirish, ularning salomatligini saqlab turishdan iboratdir. Oilaning tarbiyaviy vazifalari esa ota-ona san'atkor, bola san'at asari, tarbiya jarayoni esa san'atning o'zidir. Oilaning kommunikativ vazifasi. Oilaning kommunikativ vazifasi oila a'zolarining o'zaro muloqot va o'zaro tushunishiga bo'lgan ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi. Oilaning rekreativ vazifasi o'zaro jismoniy, moddiy, ma'naviy va psixologik yordam ko'rsatish, bir-birining salomatligini mustahkamlash, oila a'zolari dam olishini tashkil etish vazifasi hisoblanadi. Oilaning felisitologik vazifasi, italyancha felicity, baxt degan ma'noni anglatadi. Baxtga intilish har bir inson uchun tabiiydir va ayni shu baxtga intilish ularni oila qurishda undaydi. Inson o'ziga
ato etilgan baxtning 4/3 qismini oiladan, chorakdaga yetar yetmas qismi boshqa narsalardan topadi. Oilada xotinning bir-birini to'liq tushunishi, ularning o'zlarini baxtli his qilishlarini ta'minlaydi. Oilaning regulyativ vazifasi. Oilaning regulyativ vazifasi oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni boshqarish tizimini, shuningdek, birlamchi ijtimoiy nazoratni, oilada ustunlik, obro'ni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Oilaning relaksatsiya vazifasi oila a'zolarining jinsiy emotsional faoliyatini, ruhiy, jismoniy quvvatini, mehnat qobiliyatini yana qayta tiklash demakdir. E'tiborlaringiz uchun rahmat.